Siz biz bilan yurishingiz kerak. Nima uchun? Bilsam bo'ladimi? Nega signal ishlab ketdi qiziq? Tekshirishimiz kerak. To'g'ri tushuning. Sumka ichida nima borligini ko'rishimiz kerak. Siz nimadir olganingiz aniq. Mana-ku, sen hali bizni aldamoqchi bo'ldingmi, yaramas o'g'ri? Senga qonuniy jazo ko'ramiz. Yo'q, men o'g'ri emasman. Sumkamga qayerdan tushib qoldi, hayronman. Uyat senday qizga. Seni hammani oldida sharmanda qilib jazolash kerak. Ishoning. Umrimda hali birovni haqqiga teggan qiz emasman. Sandaqalarni ko'pini ko'rganmiz. Hoziroq militsiya chaqiraman. Bir adabingni ye. Men James Jackning qiziman. Menga sizni bunaqa taqinchoqlaringiz yoki-da soatingizni umuman qizig'i yo'q. Nega tushunmaysiz? Alo, bu militsiyami? Hanstor do'konimizda o'g'ri qo'lga tushdi. Tezroq yetib keling. Alo dadajon, men bilan muammo yuzaga keldi. Bu haqiqiy James Jackning o'zi-ku. Qizaloq to'g'ri aytgan ekan. Sen hali meni qizimni hech qanday dalillarsiz aybladingmi? Ishdan bo'shadim deb hisobla. Bu do'kon do'stimniki, bittada ishingdan ayrilasan. Meni kechiring. Aybdorman. Avval kuzatuv kamerasini tekshirishim kerak edi. Balga borishga sherik topdingmi? Meni bitta yuqori kursdagi Tyler taklif qildi. Men Simon bilan bormoqchiman. Bugunoq ochiqchasiga gaplashib olishim kerak. Simon, sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. O'zi qidirib yurgandim. Buni qarang, meni ham sizda gapim bor edi. To'g'rirog'i sizni balga taklif qilmoqchiman. Faqat yo'q demang, Eliza. Shu masalada sizdan yordam so'ramoqchiman, Simon. Siz balga Mariya bilan borishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Nimayam derdim. Yordamim tegsa xursand bo'laman. Lekin keyingi safar taklifimni qaytarmaysiz. Mariya, men bilan balga borishni xohlaysizmi? Ha, albatta. Endi hammasini oshkor qilish vaqti keldi. Ortiq o'yinlaringda o'ynamayman.